Salom hammaga. Mana biz qaytdik. Kecha videomiz yaxshi ko'tarilmabdi. Orangizda YouTube'ga qiziqib tushunadiganlar bo'lsa, yozib yuboringizlar sababini. Agar malol kelmasa, qaniysa kechagi kimlar keyingi bosqichga o'tibdi. Bizda bitta Barkola 91 bo'lib urilini Akanji bilan Soros 88 holicha qolib ketibdi. Bizda Makkini qolgan va yana bu bosqichda hech kim yo'q ekan. Abdulhamid bilan Wood birinchi bosqichda chiqib ketganlar qatorida bor ekan. Umid qilamiz Barkola Fransiya keyingi bosqichga chiqadi va o'yini yana ko'tariladi. Yaxshi o'yinni necha safardan beri biz televizyon o'ynamagan edik. Bugun ham bir o'ynab ko'raylikchi. Necha videodan beri televizyon o'ynaganimni eslolmayapman. Barkola bizda hozircha eng yuqori o'rindagisi Barkola bo'lib turibdi. O'yinni boshlaymiz. Girona bilan tushirkanmiz. Yaxshi. Girona o'yinni boshladi. Yıldız yopishmoqda. Olib qo'ydi. Makkini yopishadi. Rais olib qo'ydi. Soros ketmoqda hujum tomonga. Va gol urdi. Yaxshi. Keyingi 9-daqiqada gol bo'ldi. Keyingi golimiz qachon bo'lar ekan? Yaxshi. Ryerson, Soros, Yıldız, Barkolaga uzatamiz. Oldirib qo'ydik. Out. Ichga uzatib beramiz. Afsusga oldirib qo'yildi. Makkini, Soros, uzoqdan zarba, gol emas. Ichga uzatamiz. Makkini chiqib ketdi. Orella, Soros, gol. Yaxshi. Keyingisi Rodri yopishadi. Rubinga navbat. Akanji, Barkola. Barkoladan gol. 38-daqiqada 3-gol urilmoqda. Akanji, Makkini. Keyingi video, kechagi videoni ham ko'rasizlar degan umiddamiz. Bu videodan o'tib kechagi videoda ozroq xatoliklar bo'lgani sababli Tilasining I'm sorry degan qo'shiqni o'sha qo'shiq sababli bloklanib qoldi.
Kechagi videoni o'tib ko'rasizlar degan umiddamiz. Kechagi videoda biroz tushunmovchiliklar bo'ldi, ya'ni ovozlarimiz 1,5 minutdan keyin o'chib qoldi. Sababi Tellasining o'zining I am sorry qo'shiqi sababli u mualliflik huquqi ostida ekan. Shu sababli bizni videomiz ovoz o'chib qoldi. Bu safar ovozni o'chirmaslikka harakat qilamiz. Agar bloklangan bersa, boshqa joydan boshlab ovozlarni o'chirib tashlaymiz. Boshqa joydan boshlab boshlanadigan qilamiz va aynan o'sha qo'shiq janglagan joyini kesib olib tashlaymiz-da. Crespo, Cucurella, Crespo. To'g'ri tushunasizlar, almazimiz kam, shu sababli o'yinchilarimiz kuchsizroq. Futbolchi sotib kuchaytirsang bo'lmaydimi deydiganlar uchun futbolchi sotganimiz bilan bittalik beradi. U bittalikka uncha yaxshi kuchaymaydi-da. Agar almazga ikkitalik yoki uchtalik kuchaytirsak yaxshiroq bo'ladi. Foden yetadimikan? Yetdi. Reinders to'g'ri olmadi. Cucurella, Casigna. Kim? Ryerson. Crespo. Vitor Reis olib qo'ydi. Biz yana hujum qilib ko'ramiz. 3-0 bilan o'yinni yakunlamasligi kerak deb o'ylaymiz. Afsuski 3-0 bilan yakunlanadigan o'xshaydi. Crespo. To'g'ri olmadi. Crespo gol urdi. 4-da 4-0 90+2-daqiqada. Va biz 4-0 hisobida g'alaba qozondik. Men bu bilan maqtanmoqchi emasman. Shunchaki bizning video divizion o'ynab ko'rish niyatida kirgan edim. Keyingi videolarimizni ham kuzatib boring. Iloji bo'lsa obuna ham bo'lib qo'ying. Biz sizdan buni so'rab qolamiz. Xayr.